Dunyodagi eng qimmat avtomobil o'g'irlab ketilganini bilarmidingiz? Ha do'stlar, bugun sizlar bilan Bugatti Type 57 Atlantic haqida gaplashamiz. 1936-yil Jean Bugatti shaxsan o'zi 4 ta ekzemplyar ishlab chiqargan va buning 3 tasi sotilgan, bittasini esa o'zi uchun shaxsan olib qolgan. Avtomobilning fishkalari: kuzov alyuminiydan yasalgan, birorta ham svarka ishlatilmagan. Bir-biriga zaklyovka yordamida qotirilgan. Dvigatel haqida ma'lumot beraman. 3 litrli ketma-ket terilgan 8 ta silindr 210 km/soatgacha harakatlana olgan. 200 ot kuchi 0 dan 100 gacha esa 9-10 sekundni tashkil qilgan. Bu o'sha davrning eng tez avtomobili deb tan olingan. Sotilganining biri oxirgi marta 2010-yil kolleksionerlar tomonidan kimosh savdosida 40 million dollarga sotilgan. O'zi uchun olib qolgan bitta avtomobil esa afsuski Jean Bugattining vafotidan keyin bir joydan ikkinchi joyga olib ketilayotgan payt noma'lum shaxslar tomonidan izsiz yo'qolgan, ya'ni o'g'irlab ketilgan. O'g'irlab ketilgan avtomobilga esa kolleksionerlar agar topilsa 120 million dollargacha pul va'da qilishgan. Tasavvur qilyapsizmi? 120 million dollar yo'q avtomobilga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Bundan keyingi videolar, bundan ham qiziq ma'lumotlar sizlarga taqdim etamiz. Sog' salomat bo'ling, ko'rishguncha xayr.